Hammaga ishonmanglar. Hech kimga ishonmanglar bu dunyoda. O'qishi chala qolgan Shirin 19 yoshda vafot etdi. Lo'li bo'lsam qizlar ichra, go'zallikdan betaman. Hali o'zimga o'rgatdim, men seni zabt etaman. Yoshlikdagi u sevgi, maktabdagi u sevgi o'zgacha bo'larkan. Bu narsani to'liq anglab yetishga menimcha vaqt kerak bo'ladi. 19 yoshning endi 2 oyini yashagan aktrisa, qo'shiqchi, model Shirin Abdullayeva 15 fevral kuni olamdan o'tdi. Demokrat Uzning bugungi dasturi marhumaning xotirasiga bag'ishlanadi. Demak, Shirin Abdullayeva BI Holding Group, China House va shunga o'xshash bir qancha kompaniyalar rahbari Bahodir Abdullayevning kenja qizi. Bugun biz Bahodir Abdullayevga bir biznesmen, tadbirkor yoki milliarder sifatida emas, shunchaki bir ota sifatida, bir ko'z qorachig'idan ayrilgan ota sifatida qaraymiz. Demak, uning 5 qizi bor. Abdullayev ularning hammasini o'qitdi, 4tasini yaxshi oilalarga turmushga uzatdi. O'z bizneslarida yuqori lavozimlarga tayinlab, birga faoliyat yuritishdi. Katta qizi Gulbahor Tojimirzaeva, tadbirkor, BIA Holdingning bosh direktori, deputat. Ikkinchi qizi Guljamol Tojimirzaeva, biznes ombudsmani, matbuot kotibi. Uchinchi qizi Gulinur Abdullayeva, BIA Holding kompaniyasi moliyachisi, klipmaker Habib Nabiyevning ayoli. To'rtinchisi Go'zal Mirzayeva, Vanda Group direktori va nihoyat kenjasi Shirin Abdullayeva, qo'shiqchi, aktrisa, model. 2005-yil 14-dekabrda Namanganda tug'ilgan. Avval Bezori qo'shig'i bilan elda tanilgan. Bezori, bezori, shuncha harakatlaring sani bekor. Bezori, 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 ta'sir qilmadi boshimga hech dori. Bezori, 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 shuncha harakatlaring sani bekor. Undan keyin maktabdagi sevgi, metro, Lo'li kabi bir qancha taronalarni namoyish qilgan. Lo'li bo'lsam qizlar ichra, go'zallikdan betaman. Hali o'zimga o'rgatdim, men seni zabt etaman. Yoshlikdagi u sevgi, maktabdagi u sevgi o'zgacha bo'larkan. Ortimdan o'sha bezori kelar yana, yana, yana. Qo'ymaydi nega meni holim, dilni qilmay yara. 2023-yil san'at yo'nalishi bo'yicha Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlangan. Xitoyning eng nufuzli universitetlaridan biri Sinxuaga grant asosida o'qishga qabul qilingan va yil boshida ta'lim O'zbekistonga ko'chirilgan. Kichkinaligida Xitoyda shouling sport turi bo'yicha shug'ullangan. Xitoyda taniqli aktyor Jeki Chan bilan uchrashgan. Yosh aktrisa Merosxo'r film orqali ko'pchilikka tanish. Qo'shiq aytishni 3 yoshidan boshlagan. Sinxua universitetidagi o'qishi chala qolgan Shirin 19 yoshda vafot etdi. Fojianing sababi esa yaqinlarning keltirishicha meningit kasalligi bo'lgan. Yuqori isitma, bosh og'rig'i va shu kabi alomatlar nihoyasi o'lim bilan yakun topdi. Xonanda so'nggi intervyusini Demokrat jurnali uchun bergan. Insonning hayotida 2 muhim kun bor. Birinchisi u dunyoga kelgan kun, ikkinchisi nega dunyoga kelganini anglagan kun. Siz nega dunyoga kelganingizni anglab yetdingizmi yoki hali vaqt kerakmi? Menimcha qisman anglab yetgan bo'lsam kerak, lekin baribir hozir hali endi 19 yoshdaman, hali bu narsani to'liq anglab yetishga menimcha vaqt kerak bo'ladi. Ungacha ham ijtimoiy tarmoqlarda uning bugungacha ishtirok etgan ko'rsatuv dasturlari vafotidan keyin keng tarqaldi. Xulqi jihatdan juda chiroyli, odobli, tarbiyali, 19 yosh bo'lishiga qaramay hamma narsaga erishgan, ko'ngli ochiq, samimiy qiz edi, deydi uni yaqindan taniganlar. Instagram sahifasida 150 mingga yaqin obunachisi bo'lgan. Deyarli hech qaysi intervyu suhbatida kelajakdagi orzu rejalari haqida gapirmagan. Shunga o'xshash savollarga esa hozircha bilmayman, hali hech narsani o'ylamadim, ertangi kunim haqida bir qarorga kelmadim, deya javob bergan. Vaqt o'tgandan keyin ko'ramiz. Hali to'liq bir to'xtamga kela olmadim. Yurak nima deyapti, yurak? Yurak Turmushga chiq demayapti. Havasini yig'ishtirdi. turmushga hali erta. Yurak hozir yuragim bilmayapti-da nima qilishni. Hozircha emas, hozircha izlanishdaman. O'tmishingni hech qachon unutma deb maslahat bergan bo'lardim. Hammaga ishonaverma, hamma sen o'ylagandek ochiq ko'ngil va rostgo'ymas. Men o'zim ham bilmayman.
Shirin haqiqatda ham 19 yil umrini ilm olishga, sport bilan shug'ullanishga, til o'rganishga, hurmat qozonishga, o'z yoqtirgan san'at bilan shug'ullanishga sarfladi. Ertaga bir haftadan keyin balki bu dastur unutilar, lekin uning go'zal qalbi va sevimli qo'shiqlari xalq orasida hit sifatida yodda qoladi. Ishonamiz. Qiziqqanlar uchun Shirinni yaqindan tanishtirishga harakat qildik. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun minnatdormiz. O'zingizni ehtiyot qiling.